Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hammalaringizga hayit muborak bo'lsin. Bugun biz hayitlik dasturxoniga, oilaviy kechki dasturxonimizga cho'poncha tayyorlayapmiz. Oddiy qo'lbola uy sharoitida buni ozroq tuzlab qo'ydik. Ozgina vaqtga, 1 soatga. Hozir endi qizartirib qovurib olamizda, buni chiqarib yana tuzlab qo'yamiz. 20 minutga. Mana chala pishgan go'shtlarni chiqarib olamiz. Mana issiq go'shtni ustiga tuz sepamiz yana. Mana bu yoqda qolgani ham pishyapti. Sepib, qo'limiz bilan aralashtiramiz. Aralashtirib, yana bir marta qovurib olamiz. Mana endi ikkinchi partiyasini suzib olyapmiz. Buni ham xuddi shunday qilib tuzlaymiz. Aytsalaring kerak, nimaga tovaga pishiryapsiz deb. Bilmadim, menga shu qulay. Mana xuddi mana shu go'sht qovurilgan yog'ga mana tuz sepib qo'yibmiz mana. Go'sht chala pishdi. Mana shu yog'ga kartoshka qovurib olyapmiz. Baland olovda kartoshka qovurib olyapmiz, lekin bu go'shtni hozir yana bir marta pishirib olamiz. Mana o'rtoqlar, kartoshkamiz ham pishdi. Buni alohida idishga solib olamiz. Mana o'rtoqlar, bizning cho'ponchamiz pishdi. Bayram dasturxonimizga, hayitga. Mana tagida kartoshkalari, ustida go'shti. 2 marta qovurib oldik. Hammaga sog' salomatlik, omonlik. Yanagi hayitlar, ro'zalarda eson-omon ko'rishaylik.